Assalomu alaykum qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugungi videoni oxirigacha ko'rasizlar. Haqiqiy zo'rlardan kelgan, tozalaridan bo'ladiganidan kelgan yarichka qo'zilar, toza arashan, barodalik Qirg'izistondagi qo'ylar. Bugunga o'sha ikki partiya qo'yimiz chiqadi, haqiqiy zo'ridan chiqadi. Xo'p, ikkinchi partiyamizga ham arzani chiqadi. 4 ta qo'chqorimiz bor. Bitta obunachini qo'ylari hammasi xudo xolasa zo'rlardan kelgan. Qo'llab-quvvatlab like bosib tursalar, xudo xolasa sizlarga narxlarni ham yoritib berishga harakat qilamiz. Toza narsalar kelgan. Videoni o'sha erinmay orgacha ko'raverasizlar. Mana. Hop, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'zimizning xonadonda tozalardan kelgan Qirg'izistondagi mana. Hammasi o'sha belkalar bilan turibdi. 2026-yil 8-fevral. Haftani yakshanba kuni hammaga dam olish kuni mana. Zo'rlardan mana boqing, tozasidan mana. Garbunozlari ham zo'r. Yarichkalar tozalardan mana. Ranglarini qarang, birinchi svetda. Haqiqiy zo'rlaridan, elitalaridan. Buni olib da xolasa maza qilib boqasiz. Ko'paytirib zot olsangiz, bitta qo'chqoringiz bo'lsa qo'shib qo'ysangiz, xudo xolasa avgust oylarida sentyabrga o'tib bolalarni ham xudo xolasa zo'r beradi bular. Toza narsalar xudo xolasa. Mana. Hammasiniki dumbasi zo'r, ochiq dumbadan, yorma dumbadan mana. Birotta bir xunuk yo'q dumbasiniki, hammasini kelgin. Qo'ydi yuzlariga ahamiyat bering, quloq joylashlariga. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa zo'rlaridan sizlarga olib keldik. Hammasi chiroyli narsalar. Turgan puldan boyda yo'q, buni tashlab qo'ysangiz, xudo xolasa siz ular pulga ko'madi sizni. Haqiqiy baraka topadigan narsalar bular. Tozalaridan kelgan. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsak, hammasini bir joyga olishganga 5 million 200 dan dastlabki qilib beramiz. Bitta opsiya olishganga. Agar buni tanlab olaman deysa, ana shunchang qiladi. Ana shunchang. Agar mondaqasini olaman desangiz, to'g'risi buni 6 millionga ham bermaymiz, shundaqalarni. Haqiqiy zo'rda. Mana bunisini ham o'sha. Toza narsalar mana. Sivet qarang. Haqiqiy birinchi sivetda. Mana bunisini qarang. Azizimni qarang. Xudo xolasa olib tashlab qo'ying, pul bo'lsa mashina tomorqasini ishlab qo'ysangiz, hadamay katta bo'lib qoladi bular. O'zi katta, metr demakki. Metrlab ham ko'rsatib qo'yamiz. Necha chiqsa, o'shanga qarab pul so'rasizlar bularni. Biz buncha chiqadi deb aytmaymiz. Mana soni 7 dona. O'sha bir yerda yurgan xudo xolasa bir qo'ra. Qo'ylarni qaranglar. Mashallah. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib turinglar mana shu qo'ylarga. O'sha loboy bittani o'sha bo'l mana. O'sha chiq. Qo'y metrda shunday qo'ychi. Necha chiqsa, ashunga qarab pul so'rasizlar mana. Qo'y yerdan, oyoqdan. Mana. O'zlaring ko'rib mana metr. Necha chiqsa, shunga qarab pul so'rasizlar. Raglar qaytarib ketdi. Sheriklar ketdi. Mana turishini qarang. Voy jonivor, mashallah. Haqiqiy udor narsalar. Mana qo'yinglar. Maza qilib boqasiz buni olgandan keyin jonivorlar. Yana bittasini o'sha loboy bittasini shuni o'sha bo'yini o'lchab qo'yinglar. Meni anaqa tortinglar bitta. O'sha baqa tort. O'sha. Qo'lingga kelgan o'sha chiqib. Qo'y metrda qo'yib qo'ymay to'sib turaman. Ag'in aylantirib qo'y, metrda aylantirib qo'y. Yerdan mana. Necha chiqsa o'shanga qarab pul so'rasan mana. Qo'yaver bo'ldi. Ya ashindan ushlab qo'y, mana ashindan o'sha. Hakkam shu. Ko'rsatib qo'y. Ol, metrda qo'y, o'lchach. Mana. Necha chiqsa o'shanga qarab pul so'rasizlar mana. Xudo xolasa qo'ylarni ham bo'ylari yaxshi, xudo xolasa hammasi toza nasldor narsalar. Narxi 5 million 200 dan bo'ladi mana. Bir joyga olishganga.
hadeb ham o'tolmaydi. Bular prosta bir kishiga zarilib qo'ygani uchun bu qo'ylar sotilgan, bo'lmasa sotilmas edi. Mana. Ikkinchi partiga ham haqiqiy zo'ri bor. Hozir ko'rasizlar, o'zlaring baho berasizlar, narxini ham, o'zini ham. Hop, aykelar mana qaytarchi baqa. Zo'rlaridan mana. Aslagan bittadan lak bosib ko'rasizlar mana. Haqiqiy qo'chqorni zo'rlaridan yetib kelgan qo'chqorchalardi mana. Bo'ladiganidan ikkita qora, ikkita sariqdan. Qiziqqanlarga tavsiya qilamiz. Haqiqiy birinchi bitta qo'zlar zo'r. Chiroyli narsalar mana. Bo'ladigan, xudo xolasa, bular tez katta bo'ladi. Katta bo'lishi ham zo'r bo'ladi mana. Qo'zlarni qaranglar, yurish-turishiga baho beringlar. Xudo xolasa, buni ham bo'ylarini bitta-bittadan ushlab ko'rsatib qo'yinglar. Ushla. Ko'rsatib qo'yinglar. Shu. Net chiqsa shunga qarab bunga buzaverasizlar mana. Qo'yashi yerdan mana. Mana. Qo'zlarni qaranglar. Haqiqiy zo'r edi mana. Kichkina babacha qo'zini bo'yini qaranglar. Qo'ylar navitcha, narxini ham qo'yinglar. Mana, qo'ying. Bo'ladi. Ashni qo'y. Mana, bo'yiga qaranglar bularni. Haqiqiy zo'rlardan mana. Maza qilib boqasiz bularni ham. Zo'r o'zgaradi. Katta bo'lishga yaxshi o'zgaradi. Qirg'izistondan o'tgan qo'ydi bolalari bular. Suyagi o'sha katta, hozirdan shunchalik. Hop, bularning narxini to'talasini bir joyga olishganga 3 million 300 dan dastlabga qilib beramiz. 3 million 300 ming so'mdan. Mana qo'yinglar. 3 million 300 ming so'mdan dastlabkasida ketaveradi. Bemalol o'sha ekrandan nomerlarga aloqa chiqarasizlar. 95lik 429 96 96. Bu yerga ham qo'yib qo'yamiz. Shoshilamiz. Mana soni 4 dona. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Jonivorlar. Qo'shni ochib olgan ketadi. To'sh. Qochdir. Ketdi. Ana birinchi bittalar. Ketdi. Haqiqiy yildir qo'zilar.